Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Davlatim otam jannatim onam loyihasi davom etar ekan. Bugun 1 oktyabr ustoz va murabbiylar kuni. O'ylaymanki, mana shu dunyodagi onalar hamma farzandlari uchun ustoz. Shuning uchun birinchi bo'lib onalar bayrami desak mubolag'a bo'lmaydi. Fursatdan foydalanib barcha onajonlarimizni, farzandlariga murabbiylik qilgan, ta'lim-tarbiya bergan onajonlarimizni tabriklaymiz va shu borada bugun yana bir mehribon onajonimizni tavallud topgan kunlari chiroyli qo'shiqlarga ularni reaksiyalarini ko'ramiz, taklif qilamiz va farzandlarining chiroyli tilaklarini, yaxshi niyatlarini eshitamiz. Biz ko'rsatuvimizni boshladik. G'amlar yuragimda kurtak otganda, omadim quyoshi nogoh botganda. G'amlar yuragimda kurtak otganda, omadim quyoshi nogoh botganda. Eng yaqin do'stlarim meni sotganda, onajon bir to'yib yig'lagim keldi. Eng yaqin do'stlarim meni sotganda, onajon bir to'yib yig'lagim keldi. Onajonim mehribonim, bag'ringizga bosh qo'yib yig'lagim keldi. Xazonlar qoplasa yurgan yo'lagim, yiqilib yerlarga teksa kuragim. Armonlar yutganda toza tilagim, onajon bir to'yib yig'lagim keldi. Bag'ringizga bosh qo'yib uxlagim keldi. Onajonim mehribonim, bag'ringizga bosh qo'yib yig'lagim keldi. Bu telba dunyoni sirin bilmadim. Kim yaxshi, kim yomon ajrata olmadim. Xudodan yaqinroq panoh topmadim. Onajon bir to'yib yig'lagim keldi. Bu telba dunyoni sirin bilmadim. Kim yaxshi, kim yomon ajrata olmadim. Xudodan yaqinroq panoh topmadim. Onajon bir to'yib yig'lagim keldi. Onajonim mehribonim, bag'ringizga bosh qo'yib yig'lagim keldi. Yana bir bora assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mehribon onajonimizni bugun baxtli kunlarga eng yaqin insonlar mana yig'ilishgan. Bugun onamizni kayfiyatini ko'taramiz deb astoydil harakat qilganmiz. Xudo xolasa bugun o'ylaymizki, niyatlarimizga yetib onajonimizni kayfiyatlarini a'lo darajada ko'taramiz. Bugungi baxtli kunlar muborak bo'lsin. Rahmat. Onajon, bugungi yaxshilik kunlarda farzandlaringizni, nabiralaringizni, qolaversa umr yo'ldoshingizni yaxshi tilaklarini, yaxshi niyatlarini eshitamiz.
Bugun Qo'shaloq bayram aka, mana ustozlarning kuni. Boya siz chiqishingizdan oldin aytib turdim, onalar ham ustoz bo'ladi, ham ona bo'ladi. Doimo baxtimizga sog' bo'ling. Kechalari beshiklarni quchib, shirin uyqungizdan voz kechib, bolalarim yaxshi orom olsin deb o'zlaringda oromlaringni unutgansizlar. Qo'llaring mehnatdan qadoq bo'lib, kolxozlarda, talalarda hammamizga ham shunaqa ishlarda ishlashgan. Lekin biz hozir to'qchilik, hamma yo'q bor zamonda yashayapmiz. Bugungi baxtli kunlar muborak bo'lsin. Siz uchun qancha yaxshi tilaklarni bildirsak shuncha kam. Ruxsat bersangiz bir chiroyli tabrik so'z bor, mana shuni o'qib bermoqchiman. Assalomu alaykum mehribonim, farishtagina onam. Bizni oq yuvib, oq kiydirgan, borini bergan, vujudida 9 oy ko'tarib yurib, qo'llarida bizni emaklab yurgan, ko'targan mehribon onajonim. Bugungi baxtli kuningiz muborak bo'lsin. Onajon, sizni yaxshi ko'ramiz. Bilamiz, bolalik qildik, erkalik qildik, bilib bilmasdan xafa qildik. Onajonim, gohida yoshlik qilgan bo'lsak, gohida sho'xlik qilgan bo'lsak, bizni kechiring. Siz dunyodagi eng oq ko'ngil, mehribon, oliyjanob onasiz. Biz baxtli farzandlarimiz, chunki otamiz, onamiz, duogo'yimiz bor. Doimo baxtimizga sog' bo'lsin. Otajonim bizni oilamiz ustuni, onajonim farishtamiz. Onajonim, sizni yaxshi ko'ramiz. Gohida shu so'zlarni hijolat bo'lib ayta olmagandirmiz, lekin bugun aytish fursat keldi. Sizni yaxshi ko'ramiz deb o'g'il qizlaringiz nomidan yana bir bora tabriklaymiz. Guldiroz tafsiriga. Rahmat. Hamma bolalarimga rahmat. Doim tanijonlari sog' bo'lsin. Baxtimga sog' bo'lsin, uzoq umr ko'rsin. Bolalarini rohatini ko'rsin. Hammasi qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Qori va qoriyalar bo'lsin farzandlarim. Allohdan shuni so'rayman. Sizlarga ham tanijonlaring sog' bo'lsin. Rahmat. Baxtlilarni ayamay kelganlar uchun rahmat. Birinchi tabrik so'zni sizdan eshitamiz endi. Qani Hammalaringga rahmat. Baxtimizga sog' bo'lsin, umr uzoq bo'lsin. Ilohim, baxtimga siz ham sog'inma yuring. Ana arqamda qolsin. Rahmat, ilohim, rahmat. Sizlarga ham rahmat. Endi bu yoshga kirgancha qancha mehr. Endi hozir mana doim yoningizda tursin. To'y qilaverib, charchab ketsalar ham to'y qilaveringlar. Endi bugun ayolingizni bir xursand qiling. Mana shu chiroyli gulni o'zingiz topshirib qo'ysangiz, gullarni olib turinglar qo'ldan. Qarsak bo'lib tursin. Rahmat dadasi baxtimga ko'p uzoq umrlar yashab birgalikda yuraylik. Bollar ro'yxatini birgalikda ko'raylik. Rahmat. Endi pauza qilmaysizlar ketaveradi. O'rtaga o'tib bitta tabriklaying deysaverasizlar. Mana ikki yonlaringda ikkita qalqonlaring bor. Qani kelinglar bitta. Ha, ikki bunday qo'lingizni o'tkazib oling. Ana. Ilohim, mana baxtimga dadam ham ayam ham sog' bo'lsin. Bizni qancha qiynalib to'rtta qildi, mana o'qitdi, ayniqsa meni birovdan kam qilmadi. Rahmat. Ilohim. Tanijonlari sog' bo'lsin. Ilohim baxtimizga sog' Baxtimizga sog' yursin. Baxtimga sog' yur. Rahmat onam, rahmat. Sen ham sog'gina yuring bolalaringni. Baxtimga mana sog'. Qarang, ikkovingizda ikkita baxtingiz. Baxt. Million puli bor odamlar Hammadan bo'yman, Xudoga shukr. Bu baxtni topolmayotganlar qancha. Ota-onani iqori borda qadriga yetish kerak. Ko'chada bemalol ko'kragingiz kelib, men boyman, siz yarashasiz. Ikki yoningizda mana ikki tog'ingiz turibdi, suyanchig'ingiz turibdi. Qani, keyingilar marhamat. Bugun mazza tilaklar bo'ladi, yuraklar bo'shaydi. Umring uzoq. Rizqing ulug' bo'lsin, tan-jonim sog' bo'lsin. Birgalikda ko'rib, rohatingni ko'rib yurishlik hammamizga nasib qilsin. Yo'q. Qani kelinglarchi. Bolalaringni orzu-havaslarini ko'ringlar. Assalomu alaykum. Shu ayamni tug'ilgan kuniga kelgan hammani tanijoni sog' bo'lsin. Ilohim. Ayam bilan dadamni ham tanijoni sog' bo'lsin. Baxtimizga umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim. Rahmat bolalarim.
Xudoya baxt kamolini ko'ring bolalaring. Umrlar uzun bo'lsin. Dadaman sog' bo'lsin. Ilohim. Qani, kim bor? Assalomu alaykum. Hammalaringga xush kelibsizlar. Jonim, buvajonim, sizlar juda ham yaxshi turamiz. Baxtimizga doim sog' omon turinglar, dunyoda tinch turinglar. Hech ham yomonlik ko'rmanglar. Bilmay xato qilib ayb qilgan bizga uzr. Baxtimga sog' bo'lib, bolalaringni baxtiga sog' yuringlar, ilohim, rahmat. Kela qoling o'g'lim, qorim. Mana qaqara, mana qaqara. Qani. Qattiq aytingda. Qani kim bor? Kelinglar. Mani o'g'lim ham yetaraka. Qani? Buvajonim, sizni yaxshi ko'raman deb qo'ysiz bo'ladi. Mana sizni yaxshi ko'raman. Mani o'g'lim qori bo'lsin. Ilohim, hamma yig'laganiga bir nima bo'lib ketdi-da. Nevaralar farzand bilan boshqa turib ketadi. Baxtimizga sizlar ham sog' bo'ling, ota-onamdek. Rahmat. Rahmat, rahmat. Sizlar ham sog' bo'linglar, rahmat. Yoshlar ko'pini ko'ringlar. Ilohim. Qani kattalar, kelinglar, kim bor kattalarda? Baxtimizga doim sog' bo'ling. Ana ko'rishib qo'ying. Rahmat. Rahmat qizlarim. Rahmat o'zimni qizlarim. O'zimni qizlarim. Allohim, Alloh berganlarim. Qoriyalar bo'lsin bilan, umri uzoq bo'lsin. Baxt kamollik ko'rib. Qani? Hozir. Sog' bo'lsin, ilohim. Otamdan qo'ygan yodlardan, dadam nomidan ham rahmat, sog' bo'lgin ilohim. Rahmat o'g'lim. Qori bo'linglar ilohim, ilmli bo'linglar ilohim. Allohim. Rahmat go'zalim, rahmat. Ana ko'rishib olib qolinglar. Rahmat asallarim. Voy anani ko'rdim, asalim, rahmat. Bolajonlarim, rahmat. Hammalaringga rahmat, tanjonlaring sog' bo'lsin. Bizdan tabriklar bo'laylik. Kelinglar. Rahmat xudo. Sog' bo'ling ilohim. Bolalarimni baxtiga. Biz ham sog' yuring, bizni baxtimizga sizlar ham sog' yuringlar. Rahmat, hammalaringga rahmat, hajimlarga borishinglar. Taassurotlarni eshitamiz. Bugungi baxtli kunlar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlar. Kayfiyat qalay bo'ldi, kayfiyat? Rahmat, tanjonlaring sog' bo'lsin. Umrlaring uzun bo'lsin. Bolalaringni baxt kamolini birgalikda ko'ringlar oilalaring bilan. Hamma bolalarimni tanjoni sog' bo'lsin. Baxtimga sog' salomat yurishib, ishlarida, o'qishlarida omadlar tilayman hammasiga, hammasi. Mendan rozi bo'lsin. Men ulardan minna-min roziman. Allohimga behisob shukrki, shunday farzandlarni berganiga Allohimga hamd sano aytaman. Farzandlarim hammasi Rossiyada o'g'illarim ham tanjoni sog' bo'lsin. Umrlari uzun bo'lsin. Biridan birini kam qilmasin Allohim. Hamisha sog' salomat bo'lishib yurishlikda hammaga nasib qilsin, hammani qatorida nasib qilsin. Rahmat hammalarga rahmat. Endi sanasi esdan chiqmaydigan kun ekan mana. 1-oktyabr kuni. Allohga shukr. Mana bir quchoq chiroyli gul, 2 og'zim shirin so'z bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas, onaga yetadi. Shuni o'zi kayfiyat ko'tarib, o'zi bular boshqacha qiladi. yoshartirib yuborishdi. Xudoga shukr. Rahmat. Uzoq bo'lsin. Bugungidek baxtli kunlar, yaxshilik kunlar xonadonlaringda bardavom bo'lsin. Rahmat. Endi bayram bo'lsa, bayramdek bo'lsin. Davraga taklif qilamiz. Musofirda ko'rayotganlar, sizlar nomlaringni alohida tabriklayman. Xudo xolasa, yorug' yuzlar bilan onalaringni, otalaringni bag'rlariga kelib,
davrlarda quchoqlab tabriklash nasib qilsin. Bayramdek bo'lsin. Marhamat, davraga taklif qilamiz. Ketdik bo'lmasa. Qo'shnijonlarga marhamat. Sen kabi qomati raso Farg'onada bittagina Sen kabi qomati raso Farg'onada bittagina Mani kabi qaddingga ado Farg'onada bittagina Oh mani kabi qaddingga ado Farg'onada bittagina Nazı şifa kayda yana Sen kabdi davru tabib Nazı şifa kayda yana Mani kabi dardi bedava Farg'onada bittagina Mani kabi dardi bedava Farg'onada bittagina Farg'onada bittagina Mani kabi husningga gado Farg'onada bittagina Farg'onada bittagina Farg'onada bittagina Yok dedi vay vay Nasıl çıktı kızım evde yok dedi vay vay İnanma sen gel yukarı bak dedi Elbet dalda kızı balı kıldı Sarılanır vay vay Şekerimiş dudakları balerür vay vay Atalım mı Arap kızı atalım mı vay vay Senin için 15 sene yatalım mı vay vay Rakıya da şaraba katalım mı vay vay Demircüler demir tügen uçakta Şimdi kızlar ne hoş olur kucakta vay vay Şimdi kızlar ne hoş olur kucakta vay vay